Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, O'zbekiston xalqini endi shu chorvachilik bilan shug'ullanaman deb turgan akalar, ukalar, hammalaring yaxshimisizlar? Hammalaring chorvachilaringga, dehqonchiliklaringga Alloh taolo baraka bersin. Akalar, endi chorvachilik bilan shug'ullanaman deb turgan akalar, ukalarga bag'ishlanadi. O'zi aslida mol olyapsizmi, qo'y olyapsizmi, iloji boricha dehqondan olaveringlar akalar. Endi qo'pol bo'lsa ham aytib ketaveraman. Hozir hammasi ham emas, lekin 85-90% mol purishlar bilmaganlar bilib qo'ysin, haromxo'r bo'ladi. Haromdan qo'rqmaydigan, Xudodan qo'rqmaydigan mol purish bo'lib ketdi. Keyin o'shalarga sherik bo'ladi. Eshitmasalaring, bilmasalaring bilib olinglar, o'sha blogerlar. O'sha yolg'on bilan sotilayotgan moldan siz reklama qilyapsiz, o'shandan sizga ham bor, Xudo xolasa. Siz ham o'shanga sheriksiz, o'sha yolg'onga. Xudodan qo'rqinglar. Keyin bilmasalaring bilib olinglar, bitta sekretni ochib qo'yay, o'sha Instagramdan aytpaytdan mol olayotgan akalarga bir manfaatli bo'lib qolsa yaxshi. Mol olayotganlaringda o'sha bir xilga mana kecha yaqinda davlat dangaldan olib ketishgan ekan. U mollar akalar kuchli antibiotikda bir hafta 10 kun chidaydi bu mollar. O'sha kasal nimpiq mollar olib kelib turib, kuchli antibiotikni urib qo'yishadi akalar. Bir hafta 10 kun, o'sha 10 kunga bormaydi, lekin shu 3 kundan bir haftagacha ushlab beradi o'sha antibiotik. O'sha momentda siz molni olib ketib qolgan bo'lasiz. Bir haftaga garantiya deydi, yo 3 kunga garantiya deydi, yo bichiga deydi. Olib borganingizdan 3 kundan keyin so'lishni boshlaydi mol. O'shaning uchun akalar, dehqondan olinglar molni. Aldanib qolmanglar. Hammani dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin. Tinch bo'linglar. Haligi kallasi oq molni semental, qo'ng'ir molni shved qilib olayotgan haromxo'r mol purish, haromxo'r blogerlarga tegishli bu. Mendan xafa bo'lmanglar. Borini aytyapman. U odamlar o'sha sizlar og'zlaring bir chekkasidan chiqib ketayotgan kichkina bo'zakka 30 million narx aytib o'ryapsizlar. U 30 million topguncha chetda 2 oy ishlayapti yoki 3 oy ishlayapti. Insof bilan qilinglar, insof bilan. Qilaveringlar. Bu dunyoni gunohini kimdir o'ziga olib turish ham kerak. Shu sizlar olaveringlar buni. Harom yo'l bilan, lekin insof bilan qilinglar. Ishlaringni qilaveringlar. Hamma u dunyoda Alloh taoloning oldida o'zi javob beradi. Halol yo'l bilan qilayotgan akalarga assalomu alaykum. Xudo ishlaringni barakotli qilsin. Ishlaringga rivoj, tinch bo'linglar.